Teri qog'ozning 7-si. Men bütün dunyoga kulib boqaman. Faqat insonlarla kular edi. Dal-daraxtlar yorlansimi qon oqadi. Jon-jonivorlarmi azob va ochliqdan holi zar qildi. Faqat menla kulish iqtidoriga ega. Xohlagan vaqtda o'zini qo'yib etib kulalayman. Bugundan boshlab men kulish ortidan yetlayman. Kulkaning azm qilish foydasi bor. Kulka ruhiy besimni yengiltadi. Kulka uzun ömür ko'rishning maxfiy retsepti. Men hozir oxir egilib oldim. Men bütün dunyoga kulib boqaman. Men o'zimga kulaman. Chunki o'zini cho'ng chog'laydiganlar doim kulkilik ahvolda qoladi. Bu ruhiy hanga hargiz tushib ketmaslik kerak. Men Tangrining eng ulug' mo'jizasi bo'lsam-mu, yanada dengiz suyining bir tomchisi. Men o'zimning nerdan kelganligimni, nega bordiganligimni rostla bilamdiman. Men hozir ko'ngil bo'layotgan ishlar 10 yillardan keyin ahmoqona ish bo'lib qolmasmi? Men hozir yuz berayotgan arzimas ishlar uchun nima ishga parakanda bo'ldim? Bu uzun tarixiy jarayonda odamning xotirasida zot qanchalik narsa qoladi. Men bütün dunyoga kulib boqaman. Boshqalar tishimga tekkanda, biror ko'ngilsiz ishga yo'liqqanda men yosh to'kaman. Zarlab qaqshayman. Qandoqmi kulgili bo'lsin? Bir hikmatli so'z bor. Men uni qayt mashq qilaman. Toki u qon qinimga singib, o'z gapimga aylanmoqchi. Menga mangulik yaxshi kayfiyat ato qiluvchi mashq qilaman. Bu hikmatli so'z qadim zamondan kelgan. U mening qiyin o'tganlardan o'tishimga, turmushda tangpo'liqni saqlashimga yordam qiladi. Bu hikmatli so'z hammasi o'tib ketdi degan. Men bütün dunyoga kulib boqaman. Dunyodagi har qanday narsa vaqti kelganda o'tmishga aylanadi. Yuragim zaiflashganda men o'zimga tasalli beraman. Hammasi o'tib ketadi. Muvaffaqiyat qozonib terimga patmay qolganda men o'zimni askartaman. Hammasi o'tib ketadi. Namratlik patqiq qilib ketib qolganda o'zimga xitob qilaman. Hammasi o'tib ketadi. Boylikqa erishganda o'zimga yana shunday xitob qilaman. Hammasi o'tib ketadi. Öz vaqtida ikramni yasaganlar hozir so'g'uq toshning ostida. İkramı bir kunlar kelganda qum to'pining ostiga ko'milib qoldi. Dunyodagi hamma narsaning oqibati shunday bo'lgan ekan, men bugun erishgan ham ayrilib qolgan narsalarga iymon chiqib ketaman. Men bütün dunyoga kulib boqaman. Men kulki sadoyim bilan bugunga zinnat beraman. Naqshi sadoyim bilan qorong'ulikni yo'qotaman. Men endi ko'ngilning kayniga qayg'u alamlarni jiddiy xizmat bilan unutayman. Men bugungi xushallikdan huzurlaman. Uni ochliqqa o'xshash saqlab bo'lmaydi. U saqlagan siri isil ham kirgan varaq emas. Men kelgusi uchun yashayman. Bugun terigandan bugun o'svolaman. Men bütün dunyoga kulib boqaman. Hamma narsaning asli qiyofati kulki ichida oshkor. Men o'zimning mag'lubiyatimga kulaman. O tush dunyosidagi rangdor bulutlarga aylanadi. Men o'zimning muvaffaqiyatiga kulaman. U o'zining asli qiyofatiga qaytadi. Men razillikka kulaman. U mendan yiroqqa qochadi. Men oq ko'ngillikka kulaman. U texmo kang avj oladi. Men kulkam orqali boshqalarga ta'sir qilaman. Buningga shaxsiy muddao aralashgan bo'lsa-mu, lekin bu haqiqatan muvaffaqiyat qozonishning yo'li. Chunki qo'shimimni turib olsam, xaridorlar mendan qochadi. Men bütün dunyoga kulib boqaman. Bugundan boshlab men faqat baxt uchunla ko'z yoshi oqqizman. Chunki qayg'u, nafrat va o'ng'ishsizlikdan oqqizgan yoshlarning savdo bozorida hech qanday qiymati bo'lmaydi. Faqat tabassum orqali boylikqa erishgan. Yaxshi gap bilan qo'rqan qurbolib bo'ladi. Men har qancha katta, aqlli, yuz obro'yliq, kuchli bo'lib ketsam-mu, o'zimni va atrofimdagi jimi narsani masxara qilishni hargiz unutib qolmayman. Bu jihatda men mangu kichik boladek bo'laman. Chunki kichik bola bo'lganda boshqalarni hurmat qilaman. Boshqalarni hurmat qilganda o'zimni cho'ng tutib qo'yadigan bo'laman. Men bütün dunyoga kulib boqaman. Men kulib tursam-la mangu namratlikda qolmayman. Bu bir qobiliyat. Men uni endi zoya qilmayman. Men faqat
kulki va xushallik ichidala muvaffaqiyatning ta'minini haqiqiy deya olaman. Faqat kulki va xushallik ichidala emgak mevasidan haqiqiy huzurni olaman. Agar undaq bo'lmasa, men mag'lub bo'laman. Chunki xushallik odamga huzur berishlaydigan hislar. Muvaffaqiyatning huzurlanishda avval xushallik bo'lishi kerak. Kulki bo'lsa, uni eng yaxshi hamroh. Men xushallikka erishaman. Men muvaffaqiyat qozonaman. Men dunyodagi eng ulug' bal sotuvchi bo'laman.